Agarda siz svetoforning yashil chirog'idan sariq chiroqqa o'tgan vaqtda harakatlanib kelayotganingizda keskin tormoz berib to'xtashga ulgurmaydigan holatdagina haydovchilarga sariq chiroqda harakatlanishga ruxsat berilgan. Ya'ni mana shunday holatdagina siz sariq chiroqda o'tishingiz mumkin va bunday holatda sizga jarima qo'llanilgan bo'lsa, ushbu jarimani bekor qilishingiz mumkin. Agarda qizil chiroqdan sariq chiroqqa o'tgan vaqtda harakatlanish mumkin emas. Ya'ni siz sariq chiroqdan qizil chiroqqa o'tayotgan vaqtda, demak siz o'tib ketgan bo'lsangiz sariq chiroqda, bunday holatda sizga jarima qo'llanmasligi kerak va mana shunday holatda sizga jarima qo'llanilgan bo'lsa, ushbu jarimani bekor qilish uchun sudga murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu profilda yoki videoning ostidagi havola orqali saytga kirib, mana shunday holatda sizga jarima kelgan bo'lsa, jarima qarorining PDF faylini yuklasangiz bas, sizga avtomatik ariza namunasi tayyorlab beriladi va ushbu arizani siz sudga taqdim qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shunday holatda sizga jarima kelgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.